Samarqandda pizza sheflar qancha topadi? Savolga javob topish uchun Bellissimoning yangi filialiga yetib keldik. Qancha topishimni esa keyin bilib olamiz. Menejer menga ish joyini ko'rsatdi. Bu esa ustoz shifu. Mahoratini qarang. Bugun menga qanday qilib pizza tayyorlashni o'rgatadi. O'zimning romantik pizzani tayyorlatganimda shifu ruxsat bermadi. Keyin standart usulda tayyorlashda davom etdik. Bilasizmi, pizza atigi 3 daqiqada tayyor bo'ladi. Men pepperonim qani? Afsuski, bunday ishlar bu yerda o'xshamas ekan. Tayyor bo'lgan pizzani kesib, joyladim va Obda oling buni. Charchab ketdim-ku. Cappuccino. ha, aytgancha, bizga shunday sharoit qilib berishgani uchun Bellissimo Pizza rahbariyatiga rahmat. Atmosferaga esa o'zingiz baho bering. Bu yerda hattoki bolalar maydonchasi ham bor. Bu yerda yangi kelganlar uchun soatiga 15 ming so'm berishadi. Men esa 5 soat ishladim. Ishlab topilgan pullarni nima qilishim qiziq bo'lsa, kuzatib boring. Agar siz Samarqandda yashasangiz va pizza shef bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun.